Beeline bilan har kun bayram. Bayramga ulaning. Yulduzcha 110 yulduzcha 2013 panjara kodini tering va har safar hisobingizni to'ldirganingizda qo'shimcha 10% sizga sovg'a. Hatto kelgusi yil ham. Beeline hayotning yorqin tarafida bo'l. Qo'yilman do'stim. Axir bugun bayram. Do'stlaringiz hali ko'pmi? Do'sti ko'pi bo'lmaydi, do'stim. Siz yaxshisi yozing. Men tavsiya qilaman. Men katta bo'lganimda albatta tish shifokori bo'laman. Sobirov Alisherning tishi og'rib qoladi. U mening oldimga davolanishga keladi. Ana o'shanda mening tishlarimni tortganiga afsuslanadi. Farzandingiz muvaffaqiyati uchun vitamin va minerallar. Men juda ham ko'p ishlayman. Hammasiga ulgurishim uchun menga mustahkam sog'lik, oilam ko'magi va xotirjamlik kerak. Baxtli hayotimizda eng muhimi bu salomatlik. Bunda bizga vitamin va minerallarga boy Duavit yordam beryapti. Duavit, sen o'ylaganingdan ham ko'prog'iga qodirsan. Septaleti tajribasi. Biz astoydil tomoqdagi og'riqni o'rganmoqdamiz. Davolashga kelganda esa Septaleti Plus o'z ishini aniq bajaradi. Tomoqdagi yallig'lanish o'chog'ini yo'qotadi. Infeksiyaning tarqalishiga to'sqinlik qiladi. Kuchli og'riq, qichishish va achishishni yengillashtiradi. Septaleti va tomog'ingiz og'riqdan xoli. Quruq yo'tal bezovta qilyaptimi? Balg'am ajralishi qiyinmi? Gerbion, ikki xil yo'tal, ikki xil yechim. Gerbion bargizota quruq yo'talni yengillashtiradi. Gerbion Navro'z guli balg'am ajralishini yaxshilaydi. Gerbion siropi kattalar va bolalar uchun. Beeline Cosmetics omadli va promo aksiyasini taqdim etadi. Ishtirok eting va qimmatbaho sovg'alarni yutib oling. Yutuqlardan eng kattasi bu televizor. Lactofiltrum disbakteriozni davolaydi va sizga sog'lom go'zallikni qaytargan holda organizmni toksinlar va allergenlardan tozalaydi. Lactofiltrum salomatlikdan go'zallik sari. Tumov azob berganda, yo'tal tunda kelganda, uyqumizni buzganda Gelisal bor yordamga. Gelisal endi qiynamas yo'tal. Isbotlangandek, gastrit va yara kasalligining paydo bo'lish sababi Helicobacter pylori bakteriyalari hisoblanadi. Denol antibakterial dori vositasi infeksiyaning rivojlanishini oldini olib, shikastlangan oshqozon shilliq pardasining bitishiga yordam beradi. Denol gastrit va yara kasalligidan antibakterial himoyadir. Og'riqni qoldiruvchi, haroratni tushiruvchi vosita. Grip kuchli. Gripgo kuchliroq. Quyultirilgan qandli tabiiy sut. Hech qanday qo'shimchalarsiz tabiiy sutdan mehr bilan tayyorlangan quyultirilgan qandli sut. Agrobravoda tabiiy quyultirilgan qandli sut oilangizga quvonch bag'ishlaydi. Og'riq kutilmaganda boshlanganida, og'riq sizni harakatsizlantirganida, Fanigan Fast Gel kuchli og'riqqa qarshi tezkor yordam. Saryoqki bir ajoyib, nonga sursang g'aroyib, shokoladli hammayin, foydaliligi tayin. Bo'lay desang suluv qiz, Masilkadan yeb ko'rkiz. Masilka. Har kunimiz yaxshi o'tar, dushanba no'xat bilan boshlanar. Broklin esa seshanba kuni maza qilib yeymiz uni. Sabziga boydir kun chorshanba, qo'ziqoringa esa payshanba. Chuqurimiz juma kuniga shanba kelinglar salatga. Lobi esa yakshanba, har kuni Bonduet. Har kuni mazali va foydali Bonduet. Tishlari og'riganda o'quvchingiz xafa, demak, tabletka emas, kapsulada Ibufen ichmoq kerak. Ibufen isitma, og'riq va shamollashda yordam beradi. Men ona bo'lib, bolalar anafironini tanlayman. Axir u aynan bolalar uchun tayyorlangan. Virus infeksiya qo'zg'algan vaqtida bolalar anafironi, bolalar gripp va shamollashlarsiz o'sishsin. Yoshlar osongina aldanadi deb o'yladingmi? Seni rostdan ham juda yaxshi ko'raman. Tug'ishgan singlimdek. Singlimdek? Nimalar deyapsiz? Mashinaga chiq.
shoshayotganga o'xshaysan. Esingda bormi? O'zing aytgan eding. Qo'ling bog'langan inson bilan taqdiring ham bog'lanadi deb. Ro'yning otasi mendan qiziga uylanishimni iltimos qildi. Bundan xabaring bormi? Men shu bilan turmush qura olmayman. Uni sevmasang turmush qurishing shart emas. Bu yer do'konni mani xarid qilish meni ishim. Pullaringni oldi, bu yerdan taf bo'l. Ko'zingni och. Qayerdasan? Tezroq gapir. So'nmas sevgi. Odamlarning taqdiri uzilmas rishtadek bir-biriga bog'langan bo'ladi. Dushanbadan shanbaga qadar soat 19:30 da. Albatta, yoshlarda. Ayg'oqchisan. Qachon yollanding? Qo'lga oling. Hoziroq. Men bilan borishingizni so'rayman. Nega? Uni olib ketmaysiz. Kamonni tashla. Chikagoda ukam bor. U Deniyni qaytara oladi. Hech kimga ishonib bo'lmaydi, Charlie. Faqat sen men bilan yur. Bir o'zi bormaydi. Nega Monro dadamni izlagan? U dadang muhim bir sirdan xabardor deb o'ylaydi. Qanday sir? Elektr quvvati tugashi, bovuni qayta yoqish siri. Uni qutqarishga yordam berishingiz kerak. Sizni anchadan beri qidiraman. Chang yutib, loy kechib, sarson sargardonman. Yo'q. Yo'q. Tegmang unga. Senga ham navbat yetadi. Zimiston. Elektr quvvati uzilishi sababi hamon noma'lum. Biroq qachondir hayotimizga nur kirib kelishidan umidvormiz. 18-noyabrdan dushanbadan jumagacha soat 21:10 da. Albatta, yoshlarda. Yoshlar